Atiga $850 evaziga Ramazon oyini 11-mart sanasida, ya'ni 11-mart sanasida Toshkent, Jidda va undan tashqari vodiydan reyslarimiz mavjud. Atiga $850, adashmadilaring, to'g'ri eshitding, $850 ga hech qanaqangi bir ekonom paket bas. Xo'p, standart paket desak bo'laveradi. Haram yaqin gaz esa 2-2,5 kilometr, 2 mahal saharlik bilan iftorlik bo'ladi. Undan tashqari Madina-i Munavvarada 200-300 metr masofasi, ya'ni Masjid Nabaviydan boshlab gazisamiz masofasi to'g'ridan to'g'ri reys bo'ladi. Atiga $850 evaziga 11-mart sanasida do'stlar bunaqa imkoniyat hadeb bo'lavermaydi. Faqatgina sizlar uchun aksiya qilindi, ya'ni shu pensioner hojilarimiz uchun hoji ota, hoji onalarimiz bizga murojaat qilib, o'g'lim iloji bo'lsa arzonroq paket qilib beringlar, pulimiz ozroq, pensiyamizni zo'rg'a yig'ib shu niyat qilib turibmiz umra safariga borishdi. Ya'ni Ramazon oyida deb kutib turgan hoji ota va hoji onalarimiz uchun atiga $850 reysimiz to'g'ridan to'g'ri uchadi, ya'ni Toshkent Jidda yo'nalishida uchadi. Undan tashqari Namangan Jidda va Namangan Madina reyslarimiz ham uchadi. Atiga narxi $850 evaziga bir xilga payt $20, $30 qo'shilib qoladi, ya'ni reys bilet kamayib qolganini hisobga. Lekin hozirgi kunda $850 to'g'ridan to'g'ri reys, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tez aloqaga chiqinglar. Bunaqa imkoniyat hadeb bo'lavermaydi. Joylang, bron qildiringlar. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Bizni musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz, qo'shni Tojikistondan ham boramiz degan do'stlarimiz bor. Umra safariga bemalol sizlar ham aloqaga chiqinglar. $850 evaziga 11-mart sanasida reysimiz uchadi. Ya'ni hammasi chiroyli holatda bo'ladi. 2 mahal saharlik bilan iftorlik, o'sha aytib o'tib ketganimizdek haram yaqin gastisalar 50 bosh xizmati umra amallarini qildiradi, payg'ambarimiz ravzalarga olib kiradi. Juda chiroyli holatda ibodatlar bo'ladi. Sizlar ko'p gapirma. Videoga bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki shunaqangi bir arzon umra narxlarini chiqarib turamizki, sizlar xo'p, bunaqangi shu chiroyli narxli umra ziyoratlarini eshitmay qolmaysizlar do'stlar. Doimo bexabar bo'lib qolmaysizlar. Doimo xabardor bo'lib turasizlar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.